Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Podpisчиклар, yangi avtokranchilar. Ana bu 25 tonnalik avtokranimiz. 20 tonnalik avtokran bo'ladi. 25 bu 30, 35, 45, 50, 55, 60, 70, 75, 150, 250 gacha, 450 gacha kranlar bor. Bu ma'lumot uchun aytib o'taman. Ana bu 100 tonnalikgacha bo'lgan kranni skorusi. Skoruchaga. Xuddi обычный yengil mashinalarga o'xshaydi. Mana bu o'zimizga to'g'risak 1, keyin 2, keyin 3, keyin 4. Mana 1, 2, 3, keyin 4. Ana endi bu pas skorusi, endi balans skorusi, ana повыше понижи deydi. Ana endi 4-skorusdan keyin nima qilamiz? 4-skorusdan keyin xalastoy qilinadi. Xalastoy qilganimizdan keyin ana bu tepaga ko'tariladi. Ko'tarilgandan keyin qaytib birini joyiga 5 bo'ladi. Tushundingizlarmi? Xalastoy qilgandan keyin uni ko'tariladi. Ko'targandan keyin birini joyiga 5 bo'ladi. Ketdi yana xuddi shunday 2ni joyiga 6 bo'ladi. Mana 2ni joyiga 6 bo'ladi. 3ni joyiga 7 bo'ladi. 4ni joyiga 8 bo'ladi. Oddiy narsa. Birinchi darsimiz ana shu. Yana bitta narsani aytay, kranni qo'shishga hozir mashina o'chgan turibdi. Pas skorsga bo'lish kerak, ana bu pasga bo'lish kerak. Keyin stepleniya bosiladi. Bosilgandan keyin 3 ga olinadi yoki 4 ga olinadi. 3-skorsga qo'ysa sekinroq ishlaydi, 4-skorsga qo'ysa tezroq ishlaydi. Farqi yo'q. 3 ga qo'yib, keyin ana bu qizil tortiladi. Enshi deydi. Tortib, stepleniyani sekin qo'yib berish kerak. Sekin qo'yib beriladi. Kran yonadi. O'chirishga ham xuddi shunday. Stepleniyani bosib, keyin birinchi buni bosiladi. Keyin xalastoy qilinadi. Sekin stepleniyadan oyoq olinadi. Birinchi darsimiz ana shu. Kuzatib borsangizlar, ikkinchi darsimizga, ikkinchi videoga yana kran ustanovkasini ko'rsataman. Kimga qiziq bo'lsa, qanaqa savollari bo'lsa, bemalol yozib qoldirishlaringiz mumkin. Hammasiga javob beraman. Keyingi videoga ko'rishguncha sog' bo'linglar.